onalar ham bolasi mana o'g'lini uylantirib ong ostida shunaqangi bir установка bo'lib qoladiki, bu qayerdadir o'zi bilmay rashk boshlanadi, qizg'anish boshlanadi va kelinini oxirgacha o'zini yonida ushlab turadi. Mana soat kechgacha 12 gacha kelin buni qiling, kelin uni qiling va yangi kelin kuyovni endi bir-biriga moslashish paytini, adaptatsiya bo'ladigan paytini qo'ldan boy berishadi. Chunki u yerda ularda asal oyi. Endi ular bir-birini tanishib olishni boshlaydi, o'sha hech qachon yeb ko'rmagan mevasini yeb ko'rishni boshlaydi. Ana shuni olib qo'yishadi, все, u faqat xizmatga o'tish kerak. Men o'ylayman, shu yerda so'ramoqchi edim, shuni ham aytib o'tmoqchi edimki, bu yerda ota-onalar ham yordam berish kerak yoshlarga. Ko'proq ularni xoli qoldirish, ko'plarga ular aynan erkak va ayol ekanligini unutmasdan ularga ko'proq sharoit yaratib berish. Ya'ni kerak bo'lsa asal oyiga yuborish. Mana keyin bu degani albatta anaqa chet elga emas, mana toqqa borishsin, sharoit yaratib boringlar, aylanib kelinglar, uchrashib kelinglar, unaqa qilinglar debda. Aynan-da